Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 57. növetlik yığını Cenve'de devam kılıvatkan bir peyitde, BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarı Volker Türk'nün mezkur yığınının 9. sentябrdaki içilişide kılgan sözüde, Uyghur ırkı kırgınçılıkın tılga almaslığı ve Xitay qaratkan eyipleşlerinin nait acizi buluşu qarta Xalqara Kişilik Hukuk Teşkilatlarının narazılıkları üzlüksüz küçeymekte. 47 a'zo devletin terkip tapkan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 57. növetlik yığını 9. sentyabrdan 11. oktyabrgacha devam kılıdı. Ve aldığımız haftalarda Dünya Uyg'ur qurultiyi heyeti Cenve'ye berip, mezkur yığınның bazı bölümlerine katnaşıdı. Kişilik hukukni kuzatish tashkilotining sobiq Xitoy ishlar mudiri Dr. Sophia Richardson bu munosabat bilan matbuotlar qilgan so'zida Volker Türk'ning BDT xitobnomalarida eng ig'ir jinoyat deb atalgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmasligining kishini afsuslantirganligini bildirib, mundaq dedi. Menchi bu to'limi g'alati nutq bo'pti. Volker Türk'ning xizmat vazifasi aslida dunyo miqyosida kishilik huquq dafsanchiligining ziyonkashligiga uchirg'uvchilar va ziyonkashlikdan aman qolg'uvchilarning ovozi bo'lishi edi. Volker Türk'ning Xitoy haqidagi bayonlari Xitoydagi ziyonkashlik uchirg'uvchilar, jumladan Uyg'urlarni qattiq afsuslantirdi deb o'ylayman. U nutqida insonlarni tilga olmay, uning o'rniga ijtimoiy erkinlik degan so'zni ishlatibdi. O Xitoy hukumatining xalqaro kishilik huquq qonunlari bo'yicha eng ig'ir jinoyat deb bekitilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyati davom qilayotganligini tilga ololmadi. Dr. Sophia Richardson xonim ta'kidlab mundaq dedi. Oliy komissar Volker Türk qandaqdir bu ishni Xitoy bilan so'zlashish orqali hal qila olmayman deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Bu xato. O Xitoy hukumati paydo qilgan va hozirgacha davom qilayotgan bu kishilik huquq qabohatini bir taraf qilish qarilishadigan fursatni orqa-marqadan ketkizib qo'yibdi. Amerika Kommunizm qurbonlari xotir fondining Xitoy tadqiqoti direktori, Uyg'ur lager va majbur emgak mutaxassisi Adrian Tsens X-tikinkasida Volker Türk Xitoyning terrorlik qarshi turish qonuni bilan yaqindan aloqada bo'lish orqali Beijingning qonun ramkasini o'zgartirishni umid qilib diplomatiya ilib beryotdi. Halbuki bu yerdagi negizlik masala terrorlik qarshi turish masalasi emas. Balki o Xitoyning bir millatning barliq alaydiliklarni va uning ifodalanishini umumyuzlik tarmar qilish strategiyasidir. Bu bir millatga qilingan umum hujumdan iborat deb ko'rsatgan. Xitoyning Uyg'urlar qarta keng ko'lamda tutqun qilib, turma lagerlarga qamshi boshlanishi bilan tang 2018-yili Urumchida Xitoy doiralari tarafidan tutqun qilinib turmaga tashlangan Uyg'ur ziyolisi Dr. Gulshan Abbosning qamalganligining 6 yillik munosabati bilan Hadamni izlash yo'lida nomli hujjatli film 10-sentyabr kuni Istanbulda ko'rmanlar bilan yuz ko'rishdi. Türk Ocaqlari İstanbul Şöbesi, Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur akademiyasining birlikda uyushtirish bilan ilib berilgan hujjatli film ko'rsatish faoliyatiga ayol bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Hujjatli film boshlanishidan ilgari Türk Ocaqlari İstanbul Şöbesi raisi Dr. Jazmi Bayram Efendi ichilish so'z so'zildi. O so'zida Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilik uchirgan Uyg'ur qatorliq musulmon xalqlariga o'zlarining yordam qila olmaganligidan afsuslanganligini ifodaladi va Türk Ocaqlari bo'lish sifati bilan burundan tortib hozirgacha Sharq Turkiston masalasini kun tartibda tutishga tirishib kelayotganligini ham buningdan keyinmi bu masala haqida texnik ko'p xizmat qilganligini ta'kidladi. Hujjatli filmda Gulshan Abbosning Xitoy doiralari tarafidan adolatsizlik bilan tutqun qilinishi va turmaga qamalishi, shundaqla uning singlisi Markaziy Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonimning kurashlari, Xitoy hokimiyatining insoniyat qarshi sodir qilgan jinoyatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlarning majbur emgakka silinishi, Uyg'urlarning duch kelayotgan fojialari bayon qilingan. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'ur yozuvchi va shoirlarning asarlarini o'z ichiga olgan Qumosidagi izlar nomli kitob nemis tilida nashr qilindi. Friedrich Tyson fondining yordami bilan nashrga tayyorlangan mazkur asar Germaniyadagi Ostasien Verlag nashriyotida nashr qilingan bo'lib, uni Justice Liebig Geben universitetining o'qituvchisi Dr. Michael Haas nashrga tayyorlagan. 420 betlik bu kitobda hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotiga vakillik qildigan vatan ichi va sirtidagi bir qism shoirlar hamda yozuvchilarning tarjimali, shuningdek ularning asarlari tanishtirilgan. Dr. Michael Haas apandi bu haqda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimiga ma'lumot berib, mundaq dedi. Justice Liebig Geben universitetida 2022-yildan tortib gullanish davridagi Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur prozachilik to'g'risida nomdagi bir tadqiqot turini ishlayapmiz.
Bu tədqiqat türüdə biz iki kitab yazışımız kerak edi. Birincisi, hem Uyghur edebiyatı toğrısida, hem Uyghur edebiyatının tekstlerini öz içiga algan bir kitap bo'lishi kerak edi. O yaqında nashr qilingan Qum ostidagi izlar nomli kitapning mazmuni to'g'risida ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu kitapda Uyghur edebiyatı to'g'risida qisqacha ma'lumot berilgan. Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati to'g'risida ma'lumot berildi. Buning sababi bu tədqiqat layihimiz faqatla Uyghur edebiyatı to'g'risida emas, aksicha Uyghur edebiyotining qandoq bir sharoitda o'tirg'i chiqqanligini, shuningdek adabiyot bilan reallik o'tirsidagi munosabatni tadqiq qilib chiqish uchun ilib berilayotgan bir tadqiqot turidir. Doktor Michael Hasapandi kitobga nima uchun Qum ostidagi izlar deb mavzu qo'yganlik haqida savolimizga javob berib, mundaq dedi. Kitobga Qum ostidagi izlar deb mavzu qo'ydim. Buning sababi kitobda ham iz romani va iz mavzuliq she'r hem Qum bosgan shahar nomli roman to'g'risida ma'lumot berdim. Iz bilan Qum Uyg'ur adabiyotida muhim bir arx ko'rinish. Shunga mush ikki ismni birlashtirib bu nomni berdim. Özünün barlığını Uyghur Milliy Mustaqillik hareketiga atagan Türkiyədəki vətənpərvər Uyghur ziyolisi mərhum Farxat Qurban Tangırtağlı'nın qızı, Türkiyədə tanılgan Uyghur muzikant və kompozitor Güldiyar Tangırtağlı, Türkiyədəki nopozluq cəmiyyətlərdən bolğan film sanatı və sənətçilərini küçəytiş fondi cəmiyyəti tərəfindən tarqıtılgan film və televiziya teatr mükafatıga erişkən. Güldiyar Tangırtağlı bu mükafotni televiziya teatr muzikasi türü bo'yicha olgan bo'lib, uning Yalı Çapkını nomli ko'p qismliq televiziya teatr uchun ishlagan muzikasi eng yaxshi televiziya teatr muzikasi bo'lib baholangan. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Evet, Kamran Hanım'ın elinden Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum tekrar. Başarınız devam edin. Güldiyar Hanım'ı şöyle açmak ister misiniz? İyi akşamlar hepinize. Güzel akşamda Filmsan Vakfı'ndan ödül almak benim gibi bir Yeşilçam tutkunu için çok büyük bir mutluluk. Çok kıymetli bir motivasyon. Beni buna layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Yalı Çapkını benim için çok çok özel. Senaryosunu okuduğum ilk andan beri büyüsünde olduğum ve müziklerini yazmaya o anda başladığım bir iş. Senaryo demişken sevgili senarist Mehmet Barış Günger de burada. Teşekkür ederim bir kez daha, kalemine yüreğine sağlık. Güldiyar Tangırtağlı Türkiye'deki Star Televiziyası kanalında tarqıtılıvatqan dağlıq televiziya filmi Yalı Çapkını'nın müzik kompozitoru bulup, bu televiziya teatri hem vaqaliki hem artistleri hem bir-birinden larzan musiqiler bilen küçlük alqışqa erişken idi. 5 yaş vaqtida ailesidagilar bilen Türkiye'ye kelib yerleşken Güldiyar kichigidan boshlab pianino darsi edishga boshlagan. O Türkiye'deki Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'ni bitirgenden keyin Avstriyaga berib Mozart Salzburg Üniversitesi'nin orkestra pianino kasbida magistrlik unvoniga erishgan. O o'qish jarayonida Avstriya va Turkiyada nurg'un konsertlarni bergan. Güldiyar Avstriyada 8 yil o'qigandan keyin Turkiyaga qaytib kelgan. Güldiyar Tangırtağlı hozirgacha Turkiyada ko'plagan film va qismliq televiziya teatrlarining musiqalarini ishlagan bo'lib, Ochiq Alma, Babam, Şahane Hayatım ve Yalı Çapkını qatarlıqlar bularning ichidagi faqat bir qanchasi bo'lib hisoblanadi. Onun yana Rahmanov Anatolian Projekti ve Mulham nomli CD plastinkalarimi Turkiyada bozorga silinib olqishga erishgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.